alaykum. Bo'lgan ertaga. Sen boshlashingiz o'ynab qoldi. 13 ta chankka ham o'ynash kerakmi bunda? Tushundik o'xshab. Sen boshlashing bilan o'yin qotdi-yu. Chankda ham 13 ta qilish kerakmi unda? 13 ta qildi. Sen piksel sanayapsanmi? Toza piksel sanayapsan. Nechta bo'ldi? Gapir. 55 mingta. Men 2400 dan 1180 tagacha qildi bu. Sen tushuncha sanadingmi? Nup. O'zingni pacha. Ali. Siz Minecraft nechinchi yil paydo bo'lgan? Shu 2000-yillarda paydo bo'lib, 2004-yilda Microsoft uni sotib olgan. Qanday Minecraft 2007-yilda yaralgan bo'lsa, qanday 2024-yilga? 2004-yil sotib olingan kerak. 2007-yil paydo bo'lgan narsa 2004-yil qanday sotilib qoldi? Qo'yan sotib olganmi? Bu Minecraft rankiga tupurilgan holda ishlatiladi. Bu odam mening miyamda emas. Bitta Yo'q, bu og'ziga kitob shunday gapiradi. yangi chumol qo'shdim. Qanaqa? Daraxt bitta qismini sindirsangiz qo'lingiz sinib ketadi. Battar bu. Bo'pti. Unda bitta toshdan sindirsa Minecraft bo'lib ketadi. Sen bo'lsa, piksel sanayapsan, ha? Sanayapman. Aytdim-ku. Bo'qma bunaqa. Yaxshi. Daraxt sindirgan yerini turdim, shu modda qoldim. Battar bu. Olmayam tushdi. Ko'rasiz, siz tushira olmaysiz. Endi yarim kilometr yursak yangi daraxt topamiz. Bu anaqa ko'proq ekan. Qishloqda qilsa bu. Endi sen daraxtlarni isrof qilyapsan. Nega? Senga shuncha daraxt yetadimi yo? U ortiqchalik bo'lsa kerak. Menga 556 ta daraxt kerak. Kamida. Nima qilasan shunchalik? Yuqiraman. Bo'pti, hozir kelaman. Yana 356 ta toshdan keyin. Har bir daraja bitta chit. Maqsad Ender Dragon, Wither, Guardian. Yana 50 ta Wither skelet. Kechasi 3 kun uxlamaslik vazifalar. Aytdim. 25-soat dedim. On 8 qo'y. Yana kitob qo'ysam, yetsa kerak bunga. Bitta pechka, bitta kirka, bitta qilish, bitta tosh. Bitta bolta, bitta qilich, bitta. Bitta pata. Bitta ketmon. Bitta pechka va yetadi. Amerikada. Sekin. Tomga chiqasan, hayot shunday iborat. Necha daraja ham kerak bo'larkan Minecraftda. Afsus, bizdan daraja bermadi. Bizda epki narsalar degan video olmoqchi edim. Bizda svet yo'qdi. Birinchi darajaga chiqish kerak.
bitta chit qilib turib olish bo'lmasa olmaslik holiga deydigan bitta chit qilish kerak. Nizirikka ham borish kerak hali. Cho'qim olish kerak, keyin tepaga chiqib ketish kerak. Artefakt kanalini ko'rganlar bo'lsa bo'lsin. Bor yo'q eng uzoq 3 haftadan qisqaroq vaqtda video chiqaramiz. Molni go'shtirimi, qo'yni go'shtirimi? Qishloq topish kerak. To'g'ri bo'lish kerak. Darajasi tushmasa xafa bo'lish kerak. Bir daraxtmen bo'lish. Ikkita qo'y topish kerak. Ko'mir topish kerak hali kelajakka. Yo'qol. Tamam geldim. Vay. Yo'qol. Yarimta jon. Mikrofonni olib keldim. Yaxshi. Endi o'lib ketay deb turganimda. Men hozir mikrofonni ko'raman. Nima siqish kerak? O'zi yaxshi. Ikkalamiz gapiralardik. Mayli. Lekin Minecraftda ovoz chiqmaydi. Mayli. Bo'pti. Kimga kerak Minecraftda ovoz? Bo'pti, gapir. O'zi gapiryapman. Tamam. Pechka qayerda edi? Tomda. Tom qayerda edi? Suvda. Suv qayerda edi? Tomda. Tom qayerda edi? Mana suvda. Suv qayerda? Derazada. Ha. Tamam, shunday qilish kerak. Bu qo'yib bitib olish kerak mana shu atrofini. Endi bo'lsa qotib pishirgan qo'yib qo'yish kerak. Chalpillab gapiraver, og'zing yoziladi. Betsa! Yo, garang duble. Nima deyiladi? Senga gapirishda foydasi yo'q. Yo, foydasi bo'lganda hozirgacha gapirarmidingiz? O'shada foydasi yo'q-da. Yo, birinchi daraja bo'lyapti-yu. Endi chit qilish kerak. Chindan ovozimiz yozilmayapti ekan. Uzr, ovoz yozilmayapti ekan. Qo'lingni
yarim soat bo'lishiga kafolat berilmaydi. 6,5 iyi. Tayoqcha, O'zi o'tirmaydi bo'pti-yu. effekt. Health effekt kerak menga. Health boost kerak. Yo'q. Bundan ham yaxshi effekt. Menimcha bu Minecraftda effekt bilan ham chiqib bo'laveradi. Regeneratsiya beraymi ekan? Qaysi effekt? Mayli, regeneratsiya. Ne? Radio. Agar bu video orqasidan 15 ta bo'lsak, cheatlarni o'rgatish videosini olaman. Bu yerda 3 ta Ender Dragonni o'ldirishga harakat qilib ko'raman. 255. Bo'l, endi o'lmasman men. Eng yaxshi effektlarni berib oldim. Montaj kuchi. Men yaqinda o'zga o'zimni o'zimdan o'rgatib oldim. Lekin effektga o'xshamadi. Nega? Bunday narsani gapiraver. Videoga kirish kerak. Chanklarni normalga chiqarib olmasa, hozir o'ynab bo'lmayapti. 4 ta chank ham yetaveradi bizga. 7 ta. 8. O'lib ketamiz. O'zi telefon qochdi o'lmayapti. Full bo'lsa juda past. 89 taqib qo'y. Ko'rishni yaxshilaydi. Ko'zingiz yo'qmi sizni? Ichcha sindirib turib ko'mirga borish kerak. Nimaga? Chunki ko'mir daraja beradi. Tamam. Battar doziz yeng. 2-darajada ekan. 3-darajaga chiqsam yangi cheat ishlataman. Voy, u yangi cheat Night Vision bo'ladi yo. Ko'rmaslikda yoqmayapti-da. Taraq pishirib bo'lsa ham erishishim kerak Night Visionga. O'lib ketamiz. Night Visionni Infinity qilsang cheksiz davom etaveradimi? Ha, 255-level ham bo'ladi. Chuqurlik. 255-darajali yorug'lik. Urish tezligini ham oshirsa bo'ladi. Chankni o'tsang qayerda? Battarku? Ya bilmadim, shu effektni, artefaktdan ko'rdim. Bu kerak. Shunisi daraja beradi. Pishyapti? Ha. Daraxt pishadi. Yo'q. Nima pishirasan daraxtdan? Ko'mir pishiraman. Mana o'zi 12 ta ko'mir. Hozir menga 1 millimetr daraja beradi. Har bir ko'mirga. Mana. 1,5 millimetr beradi. Yarim darajaga. Tezroq pechga yasash kerak u. Ko'mirsiz ko'mir olyapti. Mana uni almashtirib qo'ysa, pishmay qolarkan. Ovqat pishirish kerakmi? Shuni o'rniga temir topish kerak hali. Tosh kirgan jonni. Nega tosh kirgan? Yarimta ham jon qolmabdi-yu. Sindirsan tugadi. Hozir yetarli. Toshni oladi. Menga xabar qilsin. Toshlarga Toshli zo'r. Endi suvda ichida turganda nima bo'lish kerak? bulut. Pulmi? Tezroq 3-darajaga erish kerak. Regeneratsiya bor, ovqat yeb nima bor? Sapun ichish kerak, sapun. Artefakt ichish kerak. Artefaktda ichish kerak qonni. Tezroq Minecraftda Ender Dragon'ni o'ldirish kerak. Birorta cheat Ender Dragon'ni o'ldirtirmoqda. Bundan keyin qishlog'imni topish kerak. Lokatlar bilan tepani ishlash kerak ekan. 1,5 millimetrga o'shyapti. Endi men bitta turibman. Axir menda
Regenerat 855 var. Ben düşünüyorum olayı. Ender Dragon'a meni bitta zarba dem öldürüm. Bitta zarba dem öldürüm. Gelsin endi hamma narsani qilish kerak. Sud ichiga qarab ketishlar. Qo'rqinchli Night Witch'in yarışı için bir mod olmuş gerek. Temel tapsam zor buladı. Ölmeyeyim ben. İyice direnç. Nefes alacağım. Kerakta ko'rmagansizlar. Ketmon bilan to'qsindirgan bo'ladi. Güzel mi ekan? Timur. Derecege yarışı mümkün ya. Evet. Hiç kadar adamı daşma ettim misin? Kenara koy şöyle. Koy. Sürekli çok böyle gerek. Şu iki tane belki ikinci derece. Üçüncüye çıkarım. Ne yapıyorsun bir alalım. Çıkacağım kurmadı. Night Witch'in muhası ülkede diyor ama bu atmaya gerek. Fakir gerek. İlacı varca çok geç gerek. Bilmiyorum. Kökeriz. Nereye yapalım? Olmam. Daha dökücü. Demir dalekçi. Geç. Kimin de yine çiziklerini açtım. Ona ortaya yetmedi diyor. Temir tapkın olacak. Bedrock dökeceğim. Yetmiyor. Hayır. Yok kumar. 5 dereceden beri. Bu bana Night Witch'in olanamam. Tayakçı. Effect. Cephe. Vision. Infinite 151. Keyin gelmeyen. Çok anlasalamam. Ne bunlar ki?
Hayat endi ko'rishim bor. Maaş etken mağdur koyup geçiş gereydi. Piştira. Tezde tahta. Yo taş. Uf. Taş pissem. Evet bera. Şu suda öldüren. Gittik. Sudan çıkarmış gerek. Minecraft'in table'ın suda yok bir. Kum bak ya. Benim yarım saat suda çıkıp ölmeyeyim. Derece olalım. Tezde 25'te peşke yazaş. Görürsek kana. Teşekkür ettim kaçtadır. Yok, yetmiyor atıptı. Yarım da versek. Şu yarım tane tahtan ne arası varsın çıkarıyor. Ok kattı. Nime yok yaptı iken yarım milyon da efektim hem yok. 5 de bir yaptı gerek. Şu azda 20. derece geçip kaldı. XP yetiştirdiğini kullanayım ki. Bunu kullan. Yarım. Alıp. Alıp. Yarım. Alıp. Koyup. Bunu yarım alıp. Ben geçeylep baksa. Dıkkelas boş kalma. Alıp çölasını alsak. Bunu olarlayamasak. Cemaat da yeginden çizikçe. Hoşuma yaptı. Bak bunlar piştirünce biz. Metin doğru olması kadar düşmedi. Niye açın ediyorlar sandıra? Bana hayat yaşım bitti şu an. Bitti hem su var. Demir. Ayağım demir. Sekre uğraş gerek. Isınmaya mısın da kalsın. İşte demir girdi. Başka demir göreyim. Sen çıkıp git oran step'e. Ya bir de şöyle işlatıp. Yolunda bari yaktıraman o. Taş aşıp yatıp da tahta boş yatıp. Kattan düştüm. Video işte tahtaya da zor kısımda bir tane dörtlere göre 200 liraya gördüm.